Assalamu alaykum, sevimli bolalar, yaxshi turibsizlar? Tosh Alma ana til darsxonamizning YouTube kanaliga xush keldinglar. Men sizlarning Gulnar opanglar bo'laman. Bugun men sizlarga xon qizlar haqida so'zlab beray. Hozir yoz keldi. Sizlar teshida o'ynagan vaqtinglarda teshida uchib yurgan, gullarning ustiga qo'nib olgan, yupurmoqlarning ustida kichik ushshaq pitlarni yeyotgan xon qizlarni ko'ryapsizlar chuqib. Bugun biz xon qizlar bilan yaxshiroq tanishib boqaylik bo'lamdi. Sizlar yoz faslida teshida o'ynagan vaqtinglarda nihoyat ko'p hasharotlarni ko'rsizlar. Hasharot deganimiz badani 3 ga bo'lingan, 6 puti bor, anandan beshining ustida sezgi antenasi bor, hamma kichik jonliqlarni ko'rsatadi. Bu hasharotlarning ba'zilarining 2 tal qanoti, ba'zilarining 4 tal qanoti bo'ladi. Ba'zilarining bo'lsa qanoti bo'lmaydi. Masalan, kepinaklar, ying'nag'ushlar, harilar, anandan keyin yerlarda umlab mengib yurgan qo'ng'izlar, anandan keyin chekatkilar, andan bugun biz gapini qilayotgan xon qizlarning hammasi hasharot cho'ng oilasidagi kichik jonliqlar. Xon qiz bo'lsa, mushu hasharot oilasidagi bir xil qo'ng'iz bo'lib, ularning yana moy qo'ng'iz degan ismi bor. Uning badanining uzunligi 1 millimetrdan 11 millimetrgacha keladi. Shakli bo'lsa, yarim sharga o'xshaydi. Shunaqmi, xuddi bir topni, kichik pomzak topni o'ttirdan daxlam kesibli elvatgandaklam badanning shakli shunaqmi, ham bak kichik. Sizlar buni chiqib teshida o'ynagan vaqtinglarda ko'rdinglar. Sizlar yana teshida o'ynagan vaqtinglarda cho'qib bayqadinglar, xon qizlar har xil xon qizlarning turi bakmi ko'p. Tabiat dunyosida bog'u qaranglar sizlarga desam, 5000 xildan ortiq xon qiz bor ekan. Ularning rangi, cho'ng kichikligi va chekitlarining soni va shakli har xil bo'lib, odatda xon qizlarning qancha tal chekiti bo'ldi desanglar, dumbisida 2 tal yoki 4 tal yoki 7 tal va yoki 9 tal, 11 tal, hatto ba'zi xon qizlarning dumbisida 28 tal chekiti bo'ladi ekan. Lekin ba'zi xon qizlarning dumbisida birmi chekiti bo'lmaydi ekan. Masalan, miyatki rasmlarga qarasanglar, sol taraf eng ostidagi xon qizning dumbisida birmi chekit yo'q ekan, shundaqmi? Endi xon qizlar nimalarni yeyishni yaxshi ko'rdi desanglar bog'u, yupurmoqlarning o'yilimizdagi yupurmoqlarga yaxshi qarab baqsaq, gullarning yupurmoqlariga bir xil ushshaq kichik ko'k pitlarni ko'rsizlar. Bu ko'k pitlar bir xil ziyondosh hasharot bo'lib, ularchu gullarimizning, daraxtlarimizning yupurmoqlarini yeb to'shib qilib qo'ydi. Xon qizlar bo'lsa, dal oshundoq ushshaq yop-yeshil ko'k pitlarni va solja deydiganchu ziyonli pitlarni yeyishni yaxshi ko'rdi. Ko'k pit o'simliklarning yupurmoqni yeb to'shib qilib qo'ydi dedi-ku. Xon qiz bo'lsa, uni yeb etiganda, shunla uni yo'qotib o'simliklarni asrab qoladi ekan. Shunga xon qizni tabiatga foydali hasharot deymiz ekan. Lekin hamma xon qizlar foydali emas ekan. Tabiat dunyosida ziyonli xon qizlar bor ekan. Endi ziyonli xon qizlar bilan foydali xon qizlarni qanday farqlantiramiz desanglar, agar xon qizning qanotida yumshoq, quyuq tuki bo'lsa, u bir ziyonli xon qiz bo'ladi. Buni bilib olinglarmi? Men sizlarga bog'u xon qizlar haqida bek alayda bir ishni deb beray. Sizlar olam bo'shlig'iga chiqqan ba'zi bundaq jonliqlarni, hayvonotlarni bilasizlarmi? Masalan, layka deb bir ishit olam bo'shlig'iga chiqqan. Xon qizlarmi olam bo'shlig'iga chiqqan ekan. Xon qizlar raketaga o'ltirib, olam bo'shlig'iga chiqib, olimlarga yordam qilib bog'u, u yerdagi ba'zi tajribalarga va tadqiqotlarga qatnashgan ekan. Xon qizlar bek alayda bir ushshaq jonliqga, shundaqmi? Tabiat dunyosidagi bu kichik xon qizlar bog'u, kichikligiga baxmay kallasi bek ishlaydi. Ular o'zini qanday qo'g'dashni biladi. Agar xon qizga birisi hujum qilsa, u o'zini qo'g'dash uchun ba'zida o'lgan bo'lib jimda turib oldi ekan. Yana ba'zida badandan bir xil sisiq puraydigan suyuqlik qo'yib berdi ekanda, shuning bilan kushandilari xon qizlarni tashlab ketib qoldi ekan. Shuning bilan ular ketgandan keyin xon qizlar yana asta midrab o'ynashqa, yana daraxtlarning yupurmoqlaridagi ko'k pitlarni yeb, yana payzi qilishga boshlaydi ekan.
Xan qızlar yoz fəslində teşide uçup oynap, hovlimizdə daraxtlarning yupurmoqlarida, anankin gullarning ustunlarida hamma yerda yurdi. Lekin kuz kelganda, qish kelganda sovuq bo'lib ketadi. O chog'da xon qizlar nega ketadi? Xon qiz qish kelganda bir qorong'u yerni tepib, do'stlari bilan butun bir qish uxlaydi va bahor kelganda uyg'ondi. Andan bahor kelganda ular tuxum chiqardi. Anankin tuxumlardan kichik allay xon qizlar chiqdi. Bu allay xon qizlarni nima deymiz? Xon qizning lichinkilari deymiz. Ankin bu lichinkilar bir oz vaqt o'tgandan keyin ularmi xon qizga aylandi. Opillarga o'xshash, dadillarga o'xshash. Men endi sizlarga xon qiz haqida bir qo'shiq o'gitib qo'yay. Biz kichik vaqtlarimizda borgu, vatanda, bog'larimizda, hovlilarimizda barcha xon qizlarni ko'ratdik yoz faslida. Ankin biz o xon qizlarni qattiq tutmaydik, lekin mundaq yeniq qo'limizni olib u xon qizlar astan minib qo'limizga chiqatdi-da, shuning bilan biz xon qiz qo'limizga chiqqan vaqtda mushu qo'shiqimizni aytatdik. Xon qiz, xonning qizi, bir china kepak beray uchib bering'a, beg'imizni aylanib, yeyinib keling'a, qaysi gul eng chiroyli aytib bering'a degan qo'shiqimizni aytatdik. Shuning bilan xon qiz qanotlarini ichib uçup ketadi. Bu qo'shiqni opanglardan, dadanglardan so'rab beqinglar, meningcha ularmi bildi deymi? Agar ular bilmasa, bu qo'shiqni o'rganib, xon qizni ko'rgan vaqtinglarda mush qo'shiqni aytib bersanglar, xon qizlar sizlarga uchib berdi. Lekin shu xon qizlarni tutqanda borgu, ching tutib bersanglar, ular faqat yaxshi ko'rmaydi. Hasharatlarni borgu, ching tutsak ular yaxshi ko'rmaydi, lekin ularni asta qo'limizni yaqin opirish orqali qo'limizga chiqarib olsak bo'ldi. Yoki yaqin turib kuzatsak bo'ldi. Qanchalik tomosha qilsak bo'ldi. Lekin ularni ching tutib olsak, mijivatsak, ularning badani og'rib ketadi ham faqat yaxshi ko'rmaydi. Bilib oldinglarmi? Shunday qilib xon qizlar haqida jiq narsalarni o'rganib oldik. Agar bu filmni yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, do'stlaringlarga tavsiya qilinglar. Anandan keyin kitob o'qishni o'rganib olgan o'moqlar Tosh Olma ona til darsxonasining tor betiga kirib, xon qizlar haqidagi o'qishlikni tushirib, opanglarga, dadanglarga desanglar tushirib berdi. Ashadin tushirib o'zinglar o'qib baqsanglar bo'ldi. Amsa kelarki qitimdiki filmimizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat tamanglarga.